Tushda gayka yoki bolt ko'rish. Biror narsani yig'ayotganingizni yoki ta'mirlayotganingizni ko'rsangiz, hayotingizda bir masala ustida jiddiy ishlayotganingizni, uni biror joyga tushirishga harakat qilayotganingizni bildiradi. Bu o'z-o'zini tuzatish, ichki muvozanatni topish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bolt yoki gayka bo'shagan, tushib qolgan bo'lsa, hayotingizda biror narsa noto'g'ri ketayotganini, biror muhim jihat yetishmayotganini bildiradi. Bu sizdan ehtiyotkorlik va diqqat talab qilinayotganiga ishora. Mahkamlangan bolt yoki gayka barqarorlik, ishonchli munosabatlar yoki mustahkam qarorlarni anglatadi. Sizning hayotingizda asosiy jihatlar joy-joyiga tushgan bo'lishi mumkin. Gayka va boltni birga ko'rish bu ikki narsaning uyg'unligi, sheriklik, hamkorlik yoki juftlikka muvofiqlik ifodasidir. Ehtimol yaqin inson bilan mustahkam aloqalarga kirishish arafasidasiz. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.